Xolodilnigingizni bir burchagida qolib ketgan qatuvdan kechki ovqat uchun juda ham barakali xamirli taom retseptini qoldiraman. Assalomu alaykum. Ishimizni qatuvga ichimlik sodasini aralashtirib qo'yishdan boshlaymiz. Ketidan un bilan margarinni kroshka qilib olamiz. Tuz qo'shamiz, boyaga qatuvni qo'shamiz va yumshoqqina xamir qorib, morozinlikka yarim soatga olib qo'yamiz. Bu orada esa nachinkasi uchun kartoshka, go'sht, piyoz, tuz va ziravorlarni aralashtirib olib qo'yamiz. Tingan xamirni bitta katta, bitta kichkina zuvalaga bo'lib, unlab listimizga mo'ljallab yoyib olamiz. Birinchi bo'lib kattaroq ozgina qalinroq yoyilgan xamirni qo'yib olamiz. Nachinkasini hamma joyiga yetkazib sovib olamiz. Ikkinchi xamir bilan ustini yopib, atroflarini chimdib yaxshilab tugib chiqamiz. Endi chiroyli qilib o'rama shaklida burab chiqamiz. Usti yaltillab pishishi uchun tuxum sarig'ini surtib, sanchqi yordamida rombik ko'rinishda shakl berib olamiz. Oralaridagi burchaklarga kunjut yoki setini sepib, o'rtasi pishganda ko'tarilib ketmasligi uchun shpashka bilan teshib qo'yamiz. Tepa pasti teng yoqilib oldindan qizib turgan 180 gradusli duxovkada 40 daqiqa davomida pishirib olamiz. Bu juda ham mazali bo'ladi. Bizda buni balish deydi, lekin hamma joyda har xil aytilar ekan. Sizda nima deyilishini kommentariyada yozib keting. Yoqimli ishtaha!